Sen bundan ishlab keliysan? Mening sizga so'rovlarim bor edi. Shulaymi? Selam do'stlar. Bugun sizni bilan men Aslan, ham siz Opush sahifasida. Ham bugun bizning bilan mening vokal o'qitishim Liliyapa Zaynulina bo'lacak. Liliyapa, birinchi so'rovim shunday bo'lacak. Vokal u narsa? Vokal ol o'z tovush bilan idora etu. Tovushingni motor etib chiqarib, turli kuylarni boshqaruv. Liliyapa, ikkinchi so'rovim shunday bo'lacak. Mana san'atli bo'lmagan kishini vokalga o'rgatib bo'ladimi? Әллә bu talantni nechikdir o'stirishga bo'ladir? Bo'la. Aslan, lekin mana mening praktikada shunday kishilar bor edi. Ular muzikani kuylab da bilmaylar nechik kuylarga, ham uni eshitmaylar deymi? Onun uchun mana bir notadan boshlab biz akringni onu har kun jırlab, shug'ullanib, shu kishi tirishib jırlay boshlaydi. Mana ayda sening bilan jırlab qaraygalar. Mana любой notani olali. Si. Hozir biz akringni jırlab qaraygalar. Mene sen молодец, Aslan. Mene ko'rasizmi bit, nechik mene akringni kun sayin shulay kishi bilan shug'ullanib, turli ko'nigular, mene birinchi notadan ikkinchi kunda ikkinchi notani o'rganabizmi? Mene shulay kishi jirlarga o'rgana. Oho, rahmat. Так, artistning muzika bilimi bo'lirga tiyishmi? Artistning muzika bilimi bo'lsa, bek yaxshi bo'lar edi, Aslan. Lekin u har vaqt bit kishi muzikal maktabga da kirmaylar. Mana avullarda yashaylar, shulay bit. Ko'pisi mana bizning artistlar avullardan kelgan. Men endi ular bilan kim bilmay muzikada o'qimadi. Biz ular bilan men baribir notlarni o'rgatam. Ol bir jide nota g'inaymi? Sen bitalarni bilasan. Sen bit o'qiysan maktabda. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Mana bit artistlar har vaqt har spektaklda turli jillar boshqarga kerak. Ular xalq jillarida bek ko'p uzun kuylar, taqmoqlar, kompozitorlar bek ko'p jillar yozalarmi? Ular uchun mana sluh kerak, чисто интонирование. Ita biz endi yaxshi motor tembr, yaxshi solish kerak. Mana lekin mana men bugun jirladim, men u zilaylik shira, to'qay so'zlarni onda yuqori notlarda bor emas. Suyalgansan shota boshqa endimi? Mana har jir uchun muzika ustalig'i bek kerak. Mana mening tovush bilan tugul, ko'krak bilan jirlarga kerak degan so'zni eshitganim bor. Durustsizmi bu? Har kishida bor registrlar. Bosh registri, o'rta registri ham ko'krak registri. Mana sen har vaqt bosh registri bilan jirlasang, sen tovush har vaqt nazikkina bo'ladi. Shulaymi? Mana men o'rgatam, nechik siylashamiz, shulay jirlarga kerak. Biz siylashamiz ko'krak registri bilan. Mana darslarda mana nechik siylashamiz biz sizning bilan o'rgandik. Mana aytaylar.
Ма. Менә хәй ничек син әйттең? Ма. Шулай җырлый да башлыйсың. Менә шуны аңлата ул. Лилия апа, әмнә татар халкы ул шундый бик моңлы халык. Әмнә җырлау ул ниндидер файда китерәме? Бик китерә. Киләләр бит профессионаллар гына түгел. Җырлыйлар менә син әйткәнчә гади халык. Аларның менә бар шундый теге үзләрен тыйнак, теге куркып киләләр, авызны ачмыйлар име. Аларның тавышлары йомылган. Зажим. Менә нәрсә ул вокалга теге начарлык китерә. Ул монда кысалар, авызны ачмыйлар име, тамакны кысалар. Аның өчен менә шундый күнеге бар. Аласың да әкрен генә менә үз тавышыңны шулай ясыйсың да. Монда да кысылмый хәзер, тамак та ачык булаймы? Ләкин без ашаганда авызны рәхәтләнеп, тәмле итеп ачабыз. Менә әйдә бергә җырлап карыйк әле. Әфәрин Лилия апа, бик зур рәхмәт. Бу дәрес миңа бик ошады. Рәхмәт, Аслан. Дуслар, безгә сау булашырга вакыт килеп җитте. Сау булыгыз. Килегез апушка, бергәләп җырларбыз. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.